UEFA Chempionlar Ligasiga qur'a tashlandi va bunda Barselonaning raqiblarini men sizlarga aytib o'taman. Undan oldin sahifamga obuna bo'ling. Obuna bo'lsangiz jigarim deb men boshladim. Barselonaning raqiblari Barselonaning stadioni, ya'ni Camp Nouga birinchi bo'lib Manchester City keladi. O'sha Abduqodir Husanov boshchiligidagi Manchester City jamoasi Camp Nouda Barselona bilan to'qnash keladi. Va keyinchalik esa o'sha Paris Saint-Germain, o'sha bizning futbolchilarimiz Usmon Dembele va yaqinda o'tgan Ferran Torresga qarshi jamoamiz Barselona o'yinlar olib boradi. Ferran va Usmon Dembele. Bu taqdir jigarlar, chunki Ferran Torresni sotib oldik PSJga va bu mavsum ham xuddi o'tgan mavsumdagidek yana bir bor PSG bilan guruh bosqichida to'qnash keladigan bo'ldik jigarlar. O'tgan mavsumda PSJga Fernandesni sotib yuborgan edi Barselona. Bu mavsumda esa Ferranni yaqin orada sotib yuborgandi. Yana o'sha Paris Saint-Germain bilan o'ynaydi jigarlar. Biz PSJni kutdik va FIFA ham biz kutganimizdek o'sha PSJni bizga sovg'a qildi desak ham bo'ladi. Chunki o'tgan mavsumda biz PSJni kutgandik. O'sha dahshatli formadagi PSJni kutgandik va bizga o'sha Kvaratskhelia, Desire Doué, Usmon Dembele va Ferran Torres jamoasi bo'lmish PSG bilan raqib bo'lmoqdamiz. Nima deb o'ylaysizlar jigarlar? Barselona Paris Saint-Germaindan va Manchester City va o'sha guruhimizdagi raqiblarimizni bemalol yuta olamizmi yoki qiyinchilik bilan Barselona guruhdan chiqadimi? Menimcha Barselona bu klublarni bemalol yorib tashlaydi va taxminimga ko'ra Barselona birinchi o'rin bilan play-offga yo'l oladi. Siz esa fikrlaringizni kommentga yozib qoldiring va sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Bu Barselonaning eng zo'r kanallaridan